Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Bugungi sanamiz 17 avgust 2026-yil. Men o'zimning bog'imda bo'lgan yana yangi navlardan biri Everest haqida ma'lumot berib ko'rsatib o'tmoqchi edim. Do'stlar, mana shu ko'rib turganimiz Everest. Buni seleksiya avtori Pavlovskiy. O'rta pishar yangi nav bu. O'rta pishar nav. Doni o'ta yirik bo'ladi. Bu birinchi yilgi koberga ulangan bu mana shu. Mana tagi kober. Mana shu kober mana Everest. Mana shu joydan payvand aprel oyida erta bahorda payvand qilingan mana shu yerda. Bunga ikkita payvand qilganman mana bu joydan hamda bu joydan. Bunisi juda ham kuchli o'syapti. Mana shuni o'sgani o'zi menimcha yetarli bo'ladi. Bitta nimaga ikkita kerak yo'q buni. Mana shu joydan kuzda qalamchi uchun olamiz buni. Mana kaltak surishlarini qarang, juda ham kuchli o'suvchi. Qarang, qaq ketgan. Oho, aylanib yoqlarga o'tdi. Juda kuchli kaltak suruvchi. Ayniqsa mana payvandda koberga qilingani uchunmi bilmadim, juda kuchli o'syapti. Hamda mana nishona hosillar bu yilgi. Mana bu yerlarda ham hosilchalar qilib tashlagan mana. Mana qarang. Bu yilgi nishona hosillar bular mana bu yerda ham bor mana. 2 dona, 3 dona bu yerda ham bor. O'ta kuchli o'suvchi, ser hosil nav deyilgan. Mana shu doni yiriklar sarasiga kiradi bu ham. 25 gram undan oshiqroq ham bo'ladi. Menda bu yilgi endi nishona hosil hali to'liq pishgan yo'q. To'liq pishgan rangi mana bunaqa 9 yil bo'ladi mana do'stlar. Ta'mi yaxshi, ichida dona bor lekin 2-3 ta urug'i uchraydi. Hali buni ko'rmadim chunki pishmagan hali bu. Endi pishishga yaqinlashib qolyapti. O'rta pishar navlarga kiradi. Doni o'ta yirik. Mana kaltak surishlari ham o'ta kuchli. Qarang qanaqangi yo'g'onlashib ketgan. Menimcha buni payvand tayyorligiga ham bog'liq. Bu kober 5BBga juda ham yaxshi tushdi. Mana o'zi kaltaklari pishyapti. Hali noyabr oyigacha to'liq pishib bo'ladi. Buni Everest. Lekin juda chiroyli uzun. Dumaloq ko'rinishi. Endi sizlarga yana bir yangi navni ko'rsataman. Bu ham o'zimda, bu ham koberga ulangan. Ana do'stlar. Ara 34. Bu ham koberga ulangan. O bu yerdan chiqqanda buni juda ham kech uladim. Juda ham kech ulangan. Bu ko'k ulangani. Buni ser hosilligini qarangki, mana ko'k ulanganda ham mana hosilchalar. Mana yana duvara hosil qildi mana. Mayda yana bor mana. Hali gullagan yo'q. Duvara hosil. Amerika kishmish sorti bu. Ara 34. 100% kishmish. Do'stlar, mana. Bu albatta nishona hosil bu ham. Buni ham o'sishi juda zo'r mana. O'syapti mana. Juda kech ulaganman lekin. Ko'k uladim. Ko'kka qora ulangani nimagadir yaxshi ketmay qoldi. Undan keyin Hoji akanikiga borganimizda, Oltiariqqa borganimizda Hoji akamdan shu ko'kni o'zasidan olib kelib uladim. Mana u yaxshi ketdi mana. Qarang. Duvara hosillarigacha bor mana. Demak, juda ser hosil nav. Ara 34, 100% kishmish. Bu dona anchagina katta bo'ladi hali. Husayinda donadek yiriklikda bo'ladi. Ara 34lar. Mana shu ara 34 do'stlar. Bular hammasi koberga ulangan. Mana tagi podvoy kober. Bundan chiqyapti-da. Kech ulaganim uchun xomroq joyiga uluvdim, qatib qolmagan joyiga mana shu yerda edi mana. Mana ulangan joyi. Do'stlar, o'zi barakib
ancha yaxshi navda ketyapti. Buni yonboshga yotqizdirdim men. Buni yonboshga yotqizdirdim. Mana shu yerda o'zi, mana shu yergacha o'sgandi. Mana shu yergacha o'sgandi mana. Buni gorizontal yotqizdirdim keyin. Vertikalida aslida tepada edi. Keyin gorizontal yotqizdirdim. Maqsad bundan yaxshi mana kaltaklar olish. Mana. Hozir bunda 10 ta kaltak o'syapti. Mana shu navlarda. Agar men buni shu o'sha vertikal bo'yicha qo'yganimda edi, mana o'rtadagi birinchi qilingan o'sgan payvand o'sgan novda juda kuchli o'sib semirib ketardi. Ammo endi unaqangi semirmayapti-da, bor kuchini mana u yonbosh shoxlarga beryapti mana. Yonbosh shoxlar yaxshi o'syapti mana bunda. Bundan yaxshi 10 dona kaltak olamiz. Inshaalloh mana kuzda. Qarang. O'sish yaxshi mana. Ara 34. Keyin betni yanib to'lagandik mana. Qarang, mana gorizontal yotqizmaganman mana. Vertikalda turibdi bular hammasi. Qarang qanaqangi kuchayib ketgan. Vertikaldagi uchun. Mana buni ham payvand qilingan joyi. Mana shu yerda payvand qilingan. Bu yoq semirib ketdi mana. Bu avtograf. Ko'berga ulagan. Hosilni ko'rsatganim u Ko'berda emas edi, o'zimizning mahalliy navlarda edi. Bu Ko'berda ulangan. Ko'berda ulangan ko'chatlar mana. Qarang qanaqangi. Juda kuchli o'suvchi deb bekarga aytilmagan. Albatta mana. Qandaydir hosilmi bu? Gulga o'xshayapti mana. Bu baribir endi pishishga uspet qilmaydi. Lekin bu ham mana juda kuchli o'syapti. Hamma gap payvandtayligida. Payvandtaylik kuchli o'suvchi bo'lsa, tepaga ham kuchli o'sadi, tepasi ham hosildorlik yanada ham oshadi. Bugun ko'rsatmoqchi bo'lgan videomizda mana shular edi do'stlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.